Angliyalik iqtisodshunos, nopusshunos Marsas degan odam 1798-yili nopus haqida deydigan bir kitobni yozdi. U shu kitobda shu vaqtdagi nopusning taraqqiyotiga qarab turib, agar yer sharida nopusning ko'payishi mushu surat bilan mengayversa, hamini bir kuni bu nopusning ko'payishiga boylik yetishmaydi, ochlik yetishmaydi, oxirida insoniyat cho'ng ofatga duchor bo'ladi deb mushundoq ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Mushu ko'z qarashning ta'siri bilan boy degandek yezigilikka nisbatan, ochlikka nisbatan, nopusning ko'payishiga nisbatan nurg'un davlatlarda bir ehtiyotchan muomala shakllangan. Ammo keyin jamiyatning taraqqiy qilishi bilan, ilm-fanning, fan texnikaning, boshqa ishlab chiqarish unumining taraqqiy qilishi bilan Marsasning bu nazariyasi og'dirib o'tildi. İqtisad fanlari doktori Dolqun Qodir muallimning korxonachilar va yosh eglik tikiluvchilarga qarata ochmoqchi bo'lgan 2025-yillik sistemalik darsiga qatnashishni xohlaydiganlar inkas rayoniga uchir qoldiring. Ya'ni ayni vaqtdagi nopus bilan hozirgi nopusni selishtirsak, hozirgi nopus ayni vaqtdagi nopusning necha 10 hassasiga to'g'ri keladi. Lekin dunyoda Marsas degandek undaq keng ko'lamlik ocharchilik yuz bergani yo'q. Aksicha, hozirgi dunyoda ocharchilikdan o'lib ketayotgan odamning sonidan semizlikka munosabatli kasallik sababidan o'lib ketayotgan odamning soni eshib ketdi. Davlatimizdagi taraqqiyot ahvoliga qaraydigan bo'lsak, ozodlikning dastlabki vaqtlarida davlatimizning nopusi 500 milliondan oshadi. Hamda bugun kelgan chaqda davlatimizning nopusi 1 milliard 400 million atrofida bo'layotdi. Bu sonmi albatta ozodlikning dastlabki vaqtlaridagi soniga qarag'an chaqda natijasi ko'payib ketdi. Ammo ayni vaqtdagi ochlik ta'minlash, ocharchilik ahvoliga selishtirgan chaqda bugungi davlatimiz fuqarolari holliq saviyaga yetdi. Kiyim butun bo'lish, qo'saq to'q bo'lish holati asos jihatdan amalga oshdi. Agar shu nazariya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, nopus bundoq ko'payib ketgan vaqtida ochlik masalasi nihoyat og'ir bo'lish kerakdi. Lekin ishlab chiqarish texnik taraqqiy qilganligi uchun nopus shunchalik ko'paygan bo'lsa-mu, ochlik masalasidan hech qanday chatoq chiqmadi. Bu nimani tushuntirdi degan chaqda jamiyatda taraqqiyot masalasi yaxshi hal bo'ldi ekan, kishilarning kirimi oshidi ekan, ochlik masalasi amniyatda tabiiy hal